Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etmoqda. Siz jonli efirda Surxondaryo telekanalida Munavvar kun musiqiy dam olish dasturini kuzatyapsiz. Suraypa bir savolda hozir men IT bo'yicha lavhani tomosha qilib. Har doimgidek savol. Savol ko'p. Hech kim qolmasa ham sizga savol beraveraman. Marhamat, tayyorman. Xo'p. Nutqimizga faol kirib kelgan xorijiy so'zlarda ayting. Men texnika bilan, texnologiya bilan, 21-asr bilan bog'liq bo'lgan so'zlarimiz qaysilar? Masalan, bir ish kuzatasizmi? Ha, IT, Instagram, to'g'ri, Telegram, haqiqatan. SMM, ha. Content, historiya deyishadi, reels deyishadi, ya'ni post deyishadi. Juda ko'payib ketdi. Rostdan. Xo'p. Bu so'zlarni qaysidir ma'noda o'zbek tili bayramiga yaqin kunlarda biz o'zbekcha muqobillarini ham taklif etdik va yana o'zimiz eski so'zlarimizga qo'llab kelayotgan so'zlarga o'tib oldik-da. Lekin bugun mavzumiz u emas, bugun mavzumiz umuman boshqa. Deylik, bir kunda nechta surat olasiz telefoningizga? Kamida 5 ta. Pul ishlaysizmi buni orqasida? Yo'q. Yo'q, tekinga, ya. Lekin buni pullik xizmatga ham aylantirishingiz mumkin. Masalan, bugungi kunda paylab.com nashrining ma'lumotlariga qaraganda O'zbekistonda bittigina fotosuratchi kamida 3 milliondan 7 milliongacha daromad topishi mumkin ekan. Kamida-da. Va endi mutaxassis, professional mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, endi daromad oshib boraveradi. Demak, oddiygina mobil telefoni orqali pul ishlayotgan, pul topayotgan yoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etyapti. Juda ham ko'pchilik, chunki bugun vizual kontentlarga bo'lgan talab oshib boryapti. Shu boisdan ham O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlarni qiziqishlari, intilishlari o'rganib chiqildi va ular uchun bepul mobilografiya kurslari tashkil etildi. Respublika bo'yicha minglab o'g'il-qizlar o'qitilar ekan va jarayonlar Surxondaryoda ham start olgan va bugun mehmonlarimiz mobilografiya kursida tahsil olayotgan yoshlar, ularni o'qitayotgan mentor ustoz hamda Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Nargiza Musayeva, ularning ustozlari Fatima Saidmurodova. Xush kelibsizlar. Bular bilan tanishish jarayonida ma'lum bo'ldiki, Fotimaxon Toshkent shahridan kelgan ekanlar. O'qish uchun, o'rganish uchunmi yoki o'qitish uchunmi? O'qitish uchun. Demak, Fatima, siz bilan boshlasak suhbatimizni. 1000 nafar yosh va Surxondaryoda bugun qancha yoshlar o'qitilyapti? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu loyiha bo'yicha Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Hozir yoshlar markazi darslarimiz davom etyapti. 50 nafar yoshlarimiz ta'lim olishmoqda mobilografiya yo'nalishi bo'yicha. Yoshlarni tanlab olish bosqichi qanaqa bo'lyapti? Yoshlarni tanlab olish bosqichi loyiha o'sha rahbariyat tomonidan yosh mobilograf bot tashkil qilingan. Botdan ro'yxatdan o'tishgan va tanlab olinishgan yoshlar. Asosiy sharti telefoni bo'lsa bo'ldi. Telefon bo'lsa bo'ldi. Qiziqish ham bo'lish kerak. Qiziqish ham bo'lish kerak. Tanlab 50 nafar yosh tanlab olingan yoshlar orasida. Albatta. Demak, Nargiz opa, menimcha bu loyiha ham Surxondaryolik yoshlarni uzoq vaqtdan buyon kutayotgan loyihasi bo'ldi, to'g'rimi? Chunki mana joylarda mahalla yoshlar yetakchilari eshik qoqib, ularni qiziqishlari o'rganayotgan paytida qaysidir ma'noda buni ular o'zlari aytishgan. To'g'rimi? Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun deyman. Kunimiz barakatli va fayzli o'tsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Bugun bizni mana shu yoshlarimiz bilan taklif etganlaringiz uchun. Albatta, doim mana shu yil davomida o'sha yoshlarimizning murojaatlari, takliflari o'rganiladi. Mana shu fevral-mart oylarida yoshlar yetakchilarimiz tomonidan o'sha uyma-uy yurib so'rovnomalar tashkil etiladi va o'sha so'rovnomalarda yoshlarimiz tomonidan takliflar, har xil mana qiziqishlari o'rganiladi va yil davomida o'sha qiziqishlar, takliflardan kelib chiqib yoshlarimizning o'sha barcha muammolar, takliflari ijobiy yechim topadi yil davomida. Ana shunaqa yoshlarimizni o'sha ko'p sonli yoshlarimizning takliflari o'sha inobatga olinib, bugungi kunda o'sha prezidentimizni o'sha tashabbuslari bilan o'sha mobilograflar kursi, ya'ni o'sha yoshlarimiz uchun tashkil etildi. Respublikamiz bo'yicha 1000 ta yosh o'qitilishi rejalashtirilgan bo'lib, 50 ta yoshimiz ayni kunlarda, ayni damda yoshlar markazida o'zlariga maxsus xona ajratilgan va o'sha tashkil etilgan media markazda o'zlarining amaliy va nazariy ko'nikmalarini, bilimlarini olgan holatda darslar davom etmoqda. Bu kursni necha pulga sotib olishadi bular? Mutlaqo bepul. Kurs bepul tashkil etilgan. Yoshlarimiz masalan o'zimizda Surxondaryoda birinchi marta tashkil etilyapti bu mobilografiya kursi. Yoshlarimiz juda ham xursand.
ko'plab bilimlarga ega bo'lishdi va o'sha amaliy va nazariy jarayonlarda balkim o'sha xonada emas, balkim o'sha qayerlarga boqqa Tabiat qo'ynida. amaliy tabiat topshiriqlar qo'ynida bajarishadi. amaliy topshiriqlar bajarib joyida ustozlarga topshirish jarayonlari mana qizg'in davom etyapti. Zo'r. Demak, Fatima bugun nazariyani amaliy bilimga aylantirish kerak, to'g'rimi? Xo'p, bizda videolarimiz bor. Hozir rejissor assistentlarimiz iltimos qilamiz, ushbu videolarimizni taqdim etishadi, chunki bugun uni yoshlarning o'zlari shu yerda o'rganishgan va o'sha montaj qilishgan. O'zi aslida Fatima SMM mutaxassisi yoki mobilograf, content maker bo'lish qanchalik bugun muhim? Pul topa oladimi? Ertaga qora qozoni qaynadimi shunaqasida? Albatta, hozirgi kunda SMM yo'nalishida, mobilografiya yo'nalishida umuman olganda content makerlarimiz kamida deganda 4 million 5 million daromad qilishmoqda oyiga. Bu kamida, ya'ni bitta proyekt olishadigan bo'lsa, bu 5 million yoki 4 million pul oyiga bor degani. Agar unda o'rta hisobda qaraydigan bo'lsak, kamida bir o'rtacha hisobda $900 $1000 bilan daromad qiladigan content makerlar ham bor. Bor. Demak, qay darajada ishini sifatli qilsa, to'g'ri. shuncha bozordan joy topib ketaveradi. Raqamli bozor degan tushuncha paydo bo'ldi. Bugun o'sha raqamli bozorda ular o'rnini topish uchun harakatda bo'lish kerak. Demak, videolarimiz tayyor bo'lsa, tomosha qilamiz. Marhamat. Marhamat. Yana bor, bir nechta videolarimiz bor, yana suhbatlarimiz davomida qo'yib ketaveramiz. Haqiqatan ham tasvirlarda ko'rdingiz, biz hamkasbim Ilhom Abdurazzoqov bilan birgalikda ushbu mobilografiya kursi tasvirga olindi birgalikda. Jarayonlari va biz buni to'liq reportajda sizga taqdim etamiz. Yana bor videomiz, Suraypa. Aha, marhamat. Zo'r. Demak, keling endi Farhod yoshlar bilan ham tanishib olsak. Marhamat, sizdan boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mobilograflar maktabiga taklif qilinganimizda, hujjat topshirganimizda juda ham xursand bo'lganmiz. Nimaga? Juda ham bir kreativ muhit. Mana shunaqangi bir eng asosiysi biz o'zimizga boshqa mana shu tumanimizdagi barcha yoshlarimizni orasidan, tumanlardan o'zimizga yangi do'stlar orttirdik. Mana hozir yangicha mana shu Instagram bloglarimizni yoki Telegramda qanaqangi kontent yaratish, qanaqangi kanallarda yurishni mana ustozimizdan o'rganib kelyapmiz. Juda zo'r taassurotlar boshqacha. Mana hozir nimalarni o'rgandingiz? Ko'proq Instagramda va Telegramda blog yuritish, insonlar bilan suhbat jarayonlarida intervyu olish kabi bir qancha narsalarni mana ustozimizdan o'rgandik. Yaxshi, keling. Marhamat, oling telefonni. Mendan intervyu oling. Men ko'chada ketyapman. Qarang, milliy kiyimlarni kiyyapman. O'zimcha kiyib olmagandirman. Ha? Asadbek oladi. Ha. Bular tasvirga oladilarmi? Shunday. Xo'p, bizda shtativ ham bor, aynan qurilmalarimiz ham bor. Jarayonni shu yerda qilamiz. Suraypa ekranimizga to'rsak-chi. Juda yaxshi. Biz suhbatlashib ketyapmiz. Xo'p, demak, ketyapmiz, yuring ketaveraylik. Demak, intervyu olish tartibi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat. Qani, ko'chaga mana shu aylanishga qay sababda chiqdilaringiz? Nima edi? Nima edi? O'zimiz bilamiz qayerga chiqishni. Endi shunaqa deydiganlar ham bor-da. Shunaqa. Yo'q, biz hozir boshqa javob beramiz. Ayni mikrofon tutganimizda tabiatda juda ham go'zal, tabiat hukmron, go'zalliklarga burkangan tabiat qo'ynida dam olish uchun chiqqanmiz. To'g'ri aytasiz. Aynan kuz fasli xuddi mana shunaqangi bir aylanishga juda bir mos fasllardan biri. Nima deysiz? Xuddi shunday. Men ham tabiat fasllari orasida kuzni juda ham yaxshi ko'raman. Qay tartibda mana shunaqangi bir kuz faslini nimasi sizga ko'proq yoqadi? Ochiqni aytsam, bittagina daraxtdan tushgan bargni olib, yaxshilab qarasangiz, 100 dan ortiq ranglarni, jilolarni ko'ra olasiz. Juda ham. Aynan kuz faslida buni ko'ra olasiz. Zo'r.
Barakalla. Menga savol berishmadi qaytib. Chunki ko'p olmoqlar oldingiz. Men bugun odamlarni o'ziga ko'rsatdim, to'g'risi. Demak, o'zingiz ham intervyu olish jarayonida mana shunday holatlarga duch Juda ham kelgansiz. ko'p duch kelganmiz bunday holatga, chunki ular birdaniga mikrofon tutgan odamga juda ham xushmuomalalik bilan javob berib ketishmaydi. Qizlar qanaqa o'rganyapti endi? Xo'p, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ism familiyam Farzona Qayumova. Hozirda Termiz davlat universitetida biologiya ta'lim yo'nalishida 2-bosqich talabasiman. Biologga mobilograflik nimaga kerak? Albatta kerak, nega kerak emas? Hozirgi paytda zamon talabi birinchi o'rinda. Undan keyin o'zim juda ham shu video hamda rasmlar olishga, ayniqsa estetikaga boy bo'lgan suratlar olishga juda ham qiziqaman. Ancha paytdan buyon shu qiziqishim tufayli mobilografiya kursini izlab yurgandim. Ammo ochig'i moddiy jihatdan ozgina muammo bo'lgani uchun kurslarga qatnasha olmayotgan edim. To'g'ri, shu o'rinda savol. Fatima, agarda bular kursda bepul o'qitilmaganda, pulga o'qiganda qanchaga o'qishardi, masalan? Pulga o'qiganda kamida 5-6 million pul sarflashgan bo'lardi. Ha, kamida. Bitta oylik kurslarimiz Toshkent shahrida 5-6 million. Kamida. Professional darajada o'rganish Endi uchun. bu bepul, haqiqatan ham. 5-6 millionga boshqa xarajat qilsa bo'ladi, rostdan. Mobil telefonlardan tashqari bularning qo'llarida kerak bo'ladigan anjomlar bor. Aha. Xo'sh. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Nazarova Dinora. Axborot texnologiyalarida 1-kurs talabasiman. Ha, sizga kerak. Kerak. Qanaqadir sizga. Xo'p, siz ko'proq video olishni yaxshi ko'rasizmi yoki intervyu olishni? Ko'proq video olishni yaxshi ko'raman. Qani bitta olingchi, biz Suraypa bilan yana ketaveramiz. Suraypa bugun faqat ketaveramiz. Aha. Bugun kayfiyatni yaxshi qilib keting. Xo'p, mayli, bugun xursandman, chunki chiroyli qiz bilan ketyapman deb tasavvur qilib ketaman. Lekin gulim yo'q-ku. Gulib shart emas. Xo'p, biz juda qisqa yurdik. Turaylik, mana Suraypa bilan gaplashamiz. Suraypa bugun ko'rsatuv juda ham yaxshi bo'lishi kerak deb niyat qilib turdik. Mobilograflarimiz bor. O'zi mobilografga hech xizmatingiz tushganmi yo'qmi? Yo'q, tushmagan, lekin ularning kasbiga bo'lgan qiziqishim juda ham katta, chunki zamon talabi. Zamon talabi, rostdan. Nima deysiz? Yaxshigina pul topishar ekan, mobilograflikka o'tib ketamizmi? Sizda ham yaxshi telefon, menda ham yaxshi telefon. O'zi mana shu kursni o'rganish uchun, mana shu kasbni egallash uchun telefonni sifati, ahamiyati qancha? Juda ham muhim, chunki oddiygina megapikseli juda ham kichkina bo'lgan telefonda qo'ygan videongizni hech kim ko'rmasa kerak menimcha. Yo'q. O'zingiz ham o'zingizni tanimaysiz. Demak, mana shu savol bilan Fotimaxonga murojaat qilsak. Bo'ldimi videolarimiz? Mana Qani shu bitta savolga videolarimizni javob ko'ramiz, bersangiz. bizga ko'rsatasiz. Mobil telefonni sifati, ahamiyati. Mobil telefon juda ham muhim ahamiyati. Hozirgi paytda kurs jarayonida ham hammamizda ham kimdadir Android telefon, kimdadir iOS, iPhone telefonlari. To'g'ri. O'zlari ham dars jarayonlarida ko'rishdi, farqi juda ham katta. Misol uchun oddiy Android telefonlarda video oladigan bo'lsak, stabilizatsiya yo'qoladi, qimillash bo'ladi. O'zi umuman oddiy tilda aytadigan bo'lsak, xira bo'lib qoladi yoki qimillash ko'payib qoladi. Shuni uchun ko'proq iPhone bo'lgani yaxshi. iPhone telefondan foydalanganimiz yaxshi. Demak, sifatli telefon bo'lgani Sifatli telefon bo'lgani yaxshi. Agarda bizada iPhone bo'lmaydigan bo'lsa, mana oddiy Android telefonlarida videolar qilishgan o'quvchilarimiz stabilizator yordamida. Stabilizator o'sha stabilizatsiyani to'g'rilab berishga xizmat qiladi, bizga yordam beradi. Maromda yetkazib beradi. O'sha videolarni, qisqa videolarni sifatini oshirish uchun nimalarga e'tibor berish zarur? Yorug'lik bilan kompozitsiya juda ham muhim. Yorug'lik eng muhim terminlarimizdan bittasi yorug'lik. Yorug'likka e'tibor beradigan bo'lsak, videolarimiz sifati ancha sifatli chiqadi. Albatta, hozir mana studiyada ko'ryapsizmi? 40 ga yaqin chiroq yonib turibdi va biz yorug'ligimizda har soya yo'q, hatto bironta soya tushmaydi. Ya'ni o'sha yorug'lik bu yerda muhim o'rin tutadi. Xo'p, navbatdagi yoshimiz bilan gaplashamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Abdulla. Men akademik litseyda o'qiyman. Bu sohaga yoshligimdan qiziqishim bor. Biz hozirda yoshlar markazida bizga yoshlar uchun sharoitlar qilib berilmoqda. Abdulla, nechta video tayyorlay oldingiz mana shu kurs davomida? O'rtacha 5-6 ta. O'zingizga yoqyaptimi? Avvalgi ishlardan farq qilyaptimi? Avvalgisidan yaxshi. Ha. Men Instagramga doim video qo'ysam, menga bir 20 kishi tanqid bilan xabar yozadi. Ovozingiz baland, ovozingiz past, musiqangiz baland, musiqangiz past. Yorug'lik yo'q. Yorug'lik, muammolar ko'p deb aytaman, atiq qilib qo'yganman deb qo'yaman. Boshqa javobim ham yo'qdi. Xo'p, kecha bitta post qo'ydim, ancha o'sha ko'ruvlar bo'ldi, lekin kamchiligini ham aytishyapti-da, ular kamchiligini emas, o'zini ko'ring deb yozib yuboryapman-da. Xo'p, lekin bu yerda endi men mobilograf emasman-da, shunchaki havaskorman-da.
Lekin ertaga mobilografda menimcha Fatima bunday xatolar qilishga haqqi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Misol uchun yorug'likdan tashqari o'sha video olish jarayonida siz oladigan o'sha insonni, odamni ham tashqi ko'rinishiga, misol uchun sochiga yoki boshqa narsasiga e'tibor bergan holatda video olish kerak. Etishga bu vazifasi mobilografi. Shunday. Har narsasini. Chunki chiroyli ko'rsatish kerak. Demak, navbatdagi yosh. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Asadbek. Qayerdansiz? Shu Termizdanman. Xo'p. Kursga qiziqish qanday paydo bo'ldi sizga? Kursga qiziqish to'g'risini aytsam, mana Humoy akam o'zlari olib kelib, o'zlari shunga sohaga qiziqtirdilar. Shunda hozir siz tasvirchisiz. Da. Ha, montajni ham siz qilasiz. Ha, o'zim qilaman. Qancha vaqtda o'rganyapsiz? Aha. Uncha ko'p vaqt ketmadi, tez o'rganib oldim. Kirishib ketishim o'zimga qiziqishim borligi uchun tezroq bo'ldi. Zo'r. O'zi bu hobbi ham ikkinchi kasb sifatida ishlatsa bo'ladigan mobilograflik yo'nalishida. O'zingiz yaxshi huquqshunos bo'lishingiz mumkin va kompaniyangizni mobilografi ham bo'lishingiz mumkin. Xizmatingizni alohida pulga hisoblab xizmat ko'rsataverasiz. Chunki u sohani o'zini mutaxassisdan boshqa zo'r biladigan odamning o'zi yo'qda. To'g'risi mobilograf, masalan, Nargiz opa yoshlar orasidan mobilograf chiqsa, zo'r-ku, o'zini mutaxassisiga yo'nalishini biladi, qaysi rakursdan nimani olishni, qanaqa intervyu olishni biladi. Deylik, umuman boshqa yo'nalishda o'qib kelgan yoshni biz mobilograf qilib olsak, unga o'rgatgunimizcha ham ancha vaqt ketadi. Xo'sh, navbatdagi suhbatdoshimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum barchaga. Ismim Sanjar, Qumqo'rg'on tumanidanman, avtoblogerman. Avtobloger. Kecha meni postimni ko'rdingizmi? Oxirgisini ko'rganim yo'q. Aha, ko'rish kerak edi, chunki chunki oxirgi postim nima haqida bo'ldi? Yo'l yashirinib olgan yo'l belgisi haqida bo'ldi. Men ham kecha avtoblogerlik qildim. Men ko'rdim. Ko'rdingizmi? Yo'l belgisi, radar turibdi, radarning ishorasiga radarga ishora qiladigan yo'l belgisi esa xafa bo'lib, arazlab ko'cha ichiga kirib olganda. Lekin u yo'lovchilarga harakat ishtirokchilarini qaysi banada chalg'ityapti, bilmayapti-da ular. Ko'rinmaydi. Ko'rinmay qolyapti. Avtoblogerlar o'zi nima qiziqtiradi? Avtoblogerga asosan texnika, transport o'sha avtomobil yo'nalishidagi videolar bizga kontent olish qiziq, ham odamlar kuzatadi. Qolgan, masalan, sizning raqobatchilaringiz yoki sizning hamkasblaringizni ham posti qiziqmi? Qiziq, bir-birimizni kuzatamiz. Raqobat bor. Yo'q, masalan, Fatima qiziqmi, yo'qmi? Qolgan hamkasblarning ishi. Qiziq bo'ladi, chunki konkurent bo'lishi mumkin yokida qarab chiqishadi, qiziq bo'ladi. Qiziq bo'lish kerak. Endi misol uchun siz har doim o'sha avtokontent bo'yicha yo'nalish har doim yo'q, menda nima deydi, alfabetdagi harflarga o'xshab har xil. Shuning uchun qo'yganlar. Yo'q, hazillashyapman. Bu hazil tariqasida aytilayotgan gaplar. 4 yildan beri yurtaman, blog yurtaman, Surxon Obzor YouTube kanalining adminiman. Lekin hozirgi vaqtda zamon talabi bo'lgani uchun zamonaviy kasblardan mobilografiya ko'pchilik o'rganyapti. Kerak bo'lsa o'zimizda Surxondaryodan Toshkentga borib, Vodiyga borib ham o'qib kelishyapti kurslarini, to'lovlarni qilib. Lekin hozirgi vaqtda Surxondaryoda bepul tashkil qilingani uchun yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun o'sha tashabbus qilingan. Biz yoshlar ancha xursandmiz bu bo'yicha. Endi bepul desa ko'pchilik arzonni sho'rvasi tatimas deydi. Shunday. Endi rostini ayting, blogersiz, blogerlar rost gapirish kerak. O'zi umuman olganda media sohasi vakili rost gapirish kerak, yolg'on emas. Albatta, shunday. Dars qanday bo'lyapti o'zi? Sifatlimi yo'qmi? Dars juda ham sifatli. 2 smenada dars tashkil qilingan, o'sha o'quvchilarni vaqtiga qarab. Zo'r. Demak, hozir o'zlari bunday olganda allaqachon mobilografiyani boshlab yuborganlar. Sanjar daromad ham topayotgan bo'lsa kerak, Suroy opa. 4 yil bo'pti, albatta. Qancha daromad topasiz? Sir bo'lmasa o'rtacha. O'rtacha 6-7 million so'm doimiy daromadga egaman. Hamkorlarim bor har xil yo'nalishlar bo'yicha. Lekin hozirda yana ham o'z ustimda ishlab, mobilografiya kursiga kelib, ustozdan o'rganyapmiz. Demak, oy topcha chiqarmoqchisiz. 10 million tepaga chiqmoqchisiz. Albatta. Zo'r-ku. Zo'r, albatta. Zo'r. Masalan, qancha vaqt sarflaysiz bir kunda mana shu ish uchun? O'rtacha 4-5 soat. Video qolgan vaqtdachi? Albatta, montaj qilish, ijtimoiy tarmoqqa chiqarish, kanallarga yuklash, hammasi 4-5 soat vaqt oladi. Qolgan vaqtingiz qanday o'tadi? Qolgan vaqtim yana yangilik izlash bo'yicha o'tadi. Ideyalar. G'oyalar. Hisob bermaydi, o'zi ijod qilib ketaveradi. Albatta. Masalan, ishga 8da ket, 6da ket yo'q. Unaqa yo'q. Yo'qlamaga qo'l qo'y yo'q. Unaqa yo'q. Nima uchun bunaqa deb aytyapman? Chunki ba'zi yo'nalishlarda shunaqa va erkin ijodkor, mobilograflar erkin ijodkor, maydonda o'zi erkin ijod qiladigan insonlar. Bugun yoshlarga shu kerak bo'lyapti-da, erkinlik kerak bo'lyapti. Shunday albatta. Ko'pchilik yoshlar o'zini o'zi band qilib harakat qilyapti, o'sha o'zini moddiy tomonlama ham
Ta'minlayapti. xarajatlarini ta'minlab boradi. Yashanglar. Demak, Farzona bizga aytdilarki, estetik rasmlar olishni yaxshi ko'raman. Rasmga tushmaymizmi? Ko'ramiz. Aha. Qani? Xo'p, Farzona rasmga tushiradilar. Chiroyli qilib, biz esa ko'rsatuvimiz oxirisida uni ko'rsatamiz. Bizda esa kelinglar. Hammamiz turib olaylik, a? Qanday turamiz? Suhbatimizning yakuni bu. Xo'p, va Farzonaning suratlarini oxirida ko'rsatamiz biz. Qanaqa turib olaylik, Farzona? Farzona. Marhamat. Baqirib turib olmasalaring bo'ldi, deyaptilar. Estetik rasmlar. Demak, suratga tushish ham bu bir san'at. Surat xunuk bo'lsa, umuman fotografdan xafa bo'lmanglar, ular ham borini ko'rsatadi. Bo'ldimi? Shunday. Qozonda ko'p narsa bor. Rahmat. Rahmat. Demak, rasmlarga ham tushib oldik. Xo'p, Fatima, Nargiz opa, yoshlar bugungi tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bugun Surxondaryoda mobilografiya kursini tashkil etilganligi bizga ma'qul. Chunki yoshlar bu orqali ham bandligini ta'minlaydi, ham ertaga o'z kasbini topib oladi. Va asosiysi bu davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib bepul o'qitilayotganligi e'tiborimizni tortdi. Rosti, chunki bugun 50 nafar o'qiyotgan mobilograflarimiz ertaga yana bir nafardan yoshga o'rgatganda ham ular safi 100 nafar bo'ladi. 150 nafar bu zanjirsimon davom etib ketaveradi. To'g'rimi, Nargiz opa? Albatta. Keling, kun tilaylarga o'tsak. Rahmat. Juda ham chiroyli o'sha atmosfera bo'ldi desam adashmayman, chunki yoshlarimiz hammasi o'zlarining fikrlarini bildirishdi, qiziqishlarini, xursand ekanligini bildirishdi. Biz albatta bundan doim quvonamiz va keyin ham mana shu energiya bilan, o'zimizga ishonch bilan ishlashda davom etamiz. Barcha sizlarga ham mana shu chiroyli munavvar kun musiqiy dam olish dasturiga taklif etganlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Biz ham xursandmiz. Albatta. Va Fatima, marhamat. Fatima bizda bugun mehmon. Surxondaryo yoqdimi? Yoqdi. Surxondaryoliklar yoqdimi sizga? O'zi Hali bu asli- dargohda hech kim norozi bo'lib ketmagandi Surxondaryoda. Asli Surxondaryodanman. Boysun tumanidan. Shunday demaysiz, biz Ha, Toshkentlik. aslida Vatta Surxondaryodaman. deganingizga biz nimadir devatda deb o'tiribmiz. Toshkentda o'qishim 10 yildan beri, 11 yildan beri Toshkentda o'qiyman. Ha, Yaxshi. zo'r. Demak, marhamat, salomlar, tabriklar. Avvalambor rahmat taklif uchun hammaga. Xudo xohlasa darslarimiz hozir darsga borishimiz kerak. O'shaning uchun Qisqaroq, tezroq. qisqaroq sizlarga o'sha taklif Rahmat. Sizga ham rahmat deymiz. Albatta, Xush hayajon bo'lish kelibsizlar. kerak. Xo'p, Hayajon rahmat bo'lsin. Nargiz opa, yoshlar yana kutib qolamiz. Yangi zo'r kontentlarni kutib qolamiz. Sanjar meni kuzatib, like bosib turing. Xo'p, raqobatchilar kuzatib turgani menga motivatsiya beradi. Rahmat, kuzatib qo'yamiz. Xo'p, va bir an'ana bo'lish kerak. Ijodkorlar bir-birini marhamat, bemalol. Ijodkorlar bir-birini qo'llab-quvvatlab turish kerak. Albatta. Yo plus yo minus bilanda. O'zi aslida bugungi zamonda insonga bo'lgan reaksiyasi, ya'ni ham fikrligi yoki aksincha qarshi fikri muhim sanaladi. Albatta,